bugun San'atshunoslik va pedagogika fakulteti talabalari o'rtasida ijtimoiy so'rovnoma o'tkazib, eng yaxshi fan o'qituvchisi kimligini aniqlamoqchimiz. So'rovnomamiz natijasiga ko'ra, tasviriy va amaliy san'at kafedransiyasida Azimova Muhayyo hamda musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedransiyasi o'qituvchisi Mirshayev Ulug'bek fakultetdagi eng faol va e'tirofli tasavvur o'qituvchilar sifatida tan olindi. Kelasi ilmiy va pedagogik faoliyatlarda yanada yuksak muvaffaqiyatlar tilaymiz.